Xususiy maktab, bog'cha, IT center, mehmonxona yoki coworking zona uchun tayyor joy sotiladi yoki ijaraga beriladi. Bugungi obzorimizda 3 qavat va podvaldan iborat bo'lgan bino bo'ldi. Katta yo'l bo'yida joylashgan, parkovka uchun joylar tashlab ketilgan. Fasadiga esa o'zingiz bitta baho bering. Birinchi qavatimizga ham kirib keldik. Bu yerda kengina hol qismi, ortimda esa 12 ta xona joylashgan, turli xil katta kichiklikdagi va deyarli hammasida o'zining alohida sanuzellari bor. Podval qismi ham aynan mana shunday korobka holatida turli xil katta kichik xonalarga bo'lingan, jami 11 ta xona bor. Ikkinchi va uchinchi qavatimizda planirovkalari bir xil. 13 ta sanuzelga ega bo'lgan xonalari bor. Zina oldida e'tibor berdingizmi, katta joy qoldirilgan. Bu lift o'rni hisoblanadi. Ushbu joyimizning manzili Farg'ona shahar Joydamda, Polvon shashlik chorrahasi, Sakgilamlar do'koni, BYD avtosaloni shundoqqina yonginasida. Sotib olasizmi yoki ijaraga olasizmi? To'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun opsiyadagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. YouTube kanalimizga to'liqroq video tayyorlaganmiz. Uni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga video so'zini yozib qoldirish esingizdan chiqmasin.